bo'ladi. Rossiyada ham bir qator. Приветствуйте его соперников в красном углу из Казахстана, Алматы, Еркебулан Demak, Erkibulan To'xtar chaqirilyapti do'stlar. Toshkent, salom alaykum. Ajoyib. Ikkala sportchi ham alohida o'zining yonida qo'shiqchilar bilan chiqib kelyapti. To'xtar. Ha, Erkibulan media persona. Buni men yashirmayman. Ha, u kuchli sportchi, lekin baribir media persona. Ammo sport tomonlari anchagina o'sdi Erkibulan. Anchagina o'sdi. Uning, ya'ni Erkibulanning MMA'dagi debyut jangini sharhlaganman. Undagi Erkibulan boshqacha edi. Va hozir MMA'da ancha o'sdi. Boksni yaxshilash, ya'ni tik oyoqda jang qilish, qo'l bilan jang qilish uchun u Amerikaga bordi. O'sha tayyorgarliklari jarayonida ham Bekzat Almaxan bilan birgalikda MMA'dagi boshqa bir qozog'istonlik sportchi, UFC sportchisi bilan birgalikda Amerikaga bordi. Bokschilar bilan jang o'tkazdi. Ya'ni o'sha boksni yaxshilash uchun va o'sdi, lekin baribir mana shunday darajaga chiqdiki, u media bilan ham juda zo'r ishladi. Media shaxsga aylandi va shuning uchun ham uning jangiga qiziqish juda yuqori do'stlar. Erkibulan qozog'istonlik sportchi, pro boksda bittagina jangi bor. Lekin MMA'da u ancha mashhur bo'ldi. Ko'ramiz, kuzatamiz. Timur Nikulin kuchli sportchi, lekin mana bu e'tibor Erkibulanga bo'lgan, mana bu e'tibor ham Nikulinga biroz ta'sir qilsa kerak. Yana bilmadim, ko'ramiz do'stlar. Jangni